Undaqda bugungi musobaqamizni boshlab ketamiz. Nava programmamizning tunji o'tkili bizning yaxshimiz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tomoshabinlar o'zingiz bir tafsili bir tanishtirasiz. Assalamu alaikum. Televizor ekrani oldidagi barliq Yangi Nava programmasini ko'rayotgan ko'rilmanlar. Naq maydonda Yangi Nava yillik programmasini ko'rib o'tirgan tomoshabinlar. Kamina Abaydulla Sidiq Ko'rildan keldim. 1-numurlik mayir bo'laman. Rahmat sizlarga. Bugun 8 sidiqni hamiz to'liq kelganmidi? To'liq keldi. Ha, Urumchi sidiq Yusuflar bugun. Rahmat. Talay ondan kelib, mashina yeb qolsanglar, hammanglar biroq chiq mashinani chaqpaqni itib. Sizningki ifodangiz o'tgandan yaxshi bo'lgan, bu qitim yaxshi bo'lishiga tilakdoshmiz. Tilaymiz, qani aramaga chiqib. Rahmat. Do'zaxim, undaqda birinchi o'tkilimizdagi 2-numurlik mayirimizni sakmiz taklif qilamdi. Rahmat. Salam vətənim, canı can anam. Bəxtiyar xoş külgən jigit mən səndə. Təsəddüq bu cinim sən üçün daim. Çünki sən gül hayat qıldın bəxşəndə. Sen
Bəxtinge vətən Sen bana çın vapa muhabbet verdin Anamın hidi var, atamın zin Vətənim birinin gül getirkəyimiz Anamın hidi var, atamın Majburlarga salom bergach, o'zingni bir tanishtirib o'tgan bo'lsang, avval. Assalomu alaykum. Naq maydondagi barliq ko'rurmanlar, shundaqla televizor oldidagi barliq qarindoshlar, men Bilaldan shundaqla go'zal To'qqiz radiodagi barliq xalqimdan hammanglarga o'tliq salom. Nihoyat bir ishonch bilan qatnashdingizmi deyman. Ishonch qilish kerak deb oldin ketamo degan. Butunlay ishonch qilgan bo'lmaydi, aljati ideya tayyorlik qilish kerak. Tayyorlik puxta bo'lish kerak, shunaqmi? Shundaq. Bilal so'rab baqsam, guruh tuqqanlarim keldimi sizga madad berib Ahmaydonga? Ha, mening opam ham qiynapam ama shu. Voy. Pastda. Kichik opam deysiz. Kichik opam sakinagan shundaqla kichik opalarim urib qoldim ba. 7-8 degandek. To'g'ri. Qarshi olamiz. Bilal sizga muhtlaymiz qo'yingchi. Rahmat. Unda bo'lsa 3-numorliq moyirimizni sahnaga taklif qilamdik. Qani, marhamat. Sansız yıldız öldürülen aydın gecede İzindim şu ah gece kökte dolan ay Goya bizni mübareklep aşkın hoş Şu akşam ayrılmazsa vedileşken biz Kuvakıl hep ay yıldız niye ehdileşken biz Sefer kıldın yiraklığa kaldım yaş tükünüp sadak etiyem bak sügümye dilim yarım bizge kucak açar Vissal çağlar
qarşılığınız. Rahmat. Naqshim shuna chiroyli aytdingiz. Oldi bilan ko'pchilik bir salom bera olamsiz? Assalomu alaykum, hurmatlik aziz tomoshabin do'stlar. Ekran oldidagi cho'ng kichik do'st yaranlar, urug' tuqqanlar. Men Aqsu televiziya stansiyasi Kino televiziya tarjima markazining ovoz artisti Rizvangul Yasin. Ishqilib, sizningki naqshlaringizni ko'pchilik yaxshi ko'rgashgan. Garchi oylik yulduz sharafiga erishmagan bo'lsangiz-mu, lekin bilet bek ko'p tashlandi. Shunga ko'pchilik yaxshi ko'rgashga bizning saytimizga qaytib keldingiz. Xushalik tilaymiz. Rahmat. Ta'min qutdi. Ta. Bo'ldi, sizga qutlaymiz. Ma'qul. Ning aranglashtirib. Rahmat. Ramila 3 numurluq mayırımız naqsini aytib bo'ldi. Shundaq 4-numurluq moyir qanaq esil nomerlarni olib keldikin. Birlik ko'rib baqaylik. Atam yine vay harbi keşke yar yar arva hayda vay ülüp kesse yar yar yarışı gide tursa hatırım ütelmeyme hatırım ütelmeyme
Vay vay gül yarey, var mı keynige yanmak? Yarey, var mı keynige yanmak? Evet, Dilşat aldı bilen tamaşbınlarga, körülmenlerge salamanızda bergeç bir özünüzü tanıştırıp etken bolsanız. Assalamu alaikum, hürmetlik Nava programımızın tamaşbınları, ekran aldıdaki süyümlük qeyrindaşlar, hürmetlik ustazlar, bahalıqçılar. Ben 4. numurluq mayır Dilşat Kudret bulumen. Turpan Toqsundum. Rahmat. Yazılık musabıqa katışıp oturup siz hem de tayarlıklar kandarak. Tayarlıqlar ögünüş basqışı doğandan keyin hozircha yaxshi. O'zim ishinaman, rahmat. Sizga bir rahmat hem de Rahmat. ovozini yaxshi asrab unda qilsa. Bu zaten şu bizning naqshimiz bosqichidagi eng oxirgi mayini sekin tek qulog'amiz. Qani, marhamat. Naqsh ep keldik, birlikte anglab baqaylik. Marhamat. Ben baldır davet ettim. Bani deydu, ayam deydu, neyli özlemdim ye, abi. Sen kamça urgan benim, yarim özendi, Allah yarim. Uyan öter, bu yan öter, alaydım diye, abi. Kaçırdığım bana sedek, iyi gel boynumda, Allah yarim. Yarmeni yaman, yaman da dure, ayare, yaman da dure, ayare. Bilmeme yamanlıktı, ayare. Bilmeme yaman anlıktı, ayare. Yamanlıktı, ayare. Keşitip seher durupte, ayare. Seher durupte, ayare. Dileme amanlıktı, ayare. Dileme amanlıktı, ayare. Amanlıktı, ayare. Vay kıdırdı, yanıldı, vay kıdırdı, çimeneleli. Sevgiye de sapıyor, ötürdü, yanıldı, yazılım benim yaman. Kıdırıp asıdırıp, ötürdü, yanıldı, yazılım benim yaman. Ama yarı, yanında gitsem olmaydı. Sen gel, rutida yürüyüp olmaydı. Allah yürüyüp olmaydı. Voy voy, voy voy, voy voy, voy voy voy. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz Sinem, karşı alınız. Undaqda, aldığından köpçük bir salam beri olamsız Fukam. Başlan. Assalamu alaikum, hürmetlik bağlıcı ustazlar, Nahmeydandaki tamaşibinlar, televizoraldaki körübenler. Benim ismim Riyad Yusuf, özüm Ürümçi'den. Rahmet sizlerge. Ciddi bir şey olamsız Fukam. Azırak. Muş qitimqi musabaqada natijaning qanday bo'lganligi to'g'risida ideya tayyorligimiz bormi? Qandaroq bo'lar? Meyli qana netije bulmuşsun, qana netije erişsem, hamma jihatda ideya tayyorlab qilib qo'ydim. Ha, o'zingizning o'ylaganingizdak yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshimiz Fukam. Xo'sh, undaqda qolgan mahirlarimizning sahnimizni takliflab. 5 nafar mahirimiz birinchi o'tkazilgan naqshlarni o'rindab bo'ldi. Xo'sh, undaqda
Bizning hurmatli baholovchilarimiz ular haqida nimalarni deydi ekan, anglab baqaylik. Birinci mayırımız Ebeydullah Sıdık Dolan Senimini orlap çıktınız. Özünüzdeki kırındaşları bilen demek bizdenki bu senetimiz dolan meşreplerimiz bizden küçük evlatlarımız için bundan ki mengü üzülmeydiğin bir meşrep boğusu. Bunu nayet yaxşı orlaştırıpsınız, nayet yaxşı orladınız. Rahmet. Sizge muhabbet dileymen. Rahmet. Ağırgıca yaxşı orlagaysız. Bilal Vatinim degan naqshini o'rildingiz. O'rilishingizmi shundoq yaxshi. Ovozingizning yuqori tovan suzukligi ham nafasningmi shunday yaxshi yapsiz. O'rilishingizmi shunday yaxshi bo'ldi. Bundan keyin texnik tirishing sizga omad tilayman. Rizvangul naqshini nayt yaxshi o'rildingiz. O'zingizning ovoz tusiga moslashtirib, uningki kuy shaklini shu yerga tushiribsiz. Ovozingiz shunday yaxshi chiqdi. Egiz ovozmi odatda gap qilsangiz, to'g'ri chiqqan bilan naqshlasangiz, xili egiz chiqdi ovozingiz, ha? Sizning bundan keyin texnik sahna hayotingizning yaxshi bo'lishi, utuqliq bo'lishini tilayman. Omad bo'lsin, yar bo'lsin sizga. Rahmat. Rahmat. Dilshod fikimiz Arkash naqshini shunday yaxshi etdi. Bu Arkash naqshisi amaylarga ayon bu to'qsonninki ham vakillik xarakterlik bir naqsha. Ovozingiz nayt yaxshi chiqdi ekan, chunki Arkash bu qulluqda emasmi? Atam meni arvet etib, qumdim tapirmi deb, qumluqda aytgandan keyin vaqirab etmisi haq anglamaydi. O'zi anglanmaydi da. O'ziga anglanmaydi u naqsh. Shu vaqirab aytgan gap. Ondan keyindagi muhabbat gaplaringizmi bor emasmi? U chaqda muhabbatga vaqirsak bo'lmaydi. Uni siliq gap qilmasak kech ketadi. Orli ketadigan ish chiqadi. Orli ketadigan ish chiqadi. Shunga ba'zi yerlarini siliq ilish to'g'ri keldi. Bundan keyin shu o'qish jarayonida, o'rganish jarayoningizda mush ovozingizni yaxshi boshqarish, ham shundanki hissiyotni birlashtirish, yuqori, to'van, qattiq, yumshoq jihatdan sen diqqat qilsangiz, bundan keyin texnik yaxshi o'qitasiz. Omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. Riyad fikimiz dolanning naqshlarini yaxshi etish oson emas. Intayin tez. Siz kichik turib, mush holatda buncha aytganingizga apirin. Sizning usulchilaringiz yaxshi moslashibdi. Sizga omad tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Birinci numaralık mayır yukarıda. Qarindosh hamrohlari bilan dolan sanamni ijro qilish jarayonidagi maharati yaxshi bo'ldi. Hissiyotim qizg'in. Bo'libmi naqsh tekisini ifodalik qilishi ochiq tushunishli bo'ldi. Rahmat. Rahmat yorulsin. Rahmat. Ikkinchi numaralık mayırning yuqori tuvan ovozi takshi, nafas ishlatishimi yaxshi. Naqshini tamkin holatda vatan muhabbatini, vatanga bo'lgan muhabbatni tamkin cho'nqir hissiyot bilan ifodalab bergan. Yaxshi. Ovozingizni yaxshi. 3-numaralık mayırning ovoz doirasi ayollar o'tir ovoz doirasiga yiqilishi ekan. Ovoz tusum yaqinlik. Yuqorida Aydın Kechi nomli naqshini yaxshi ijro qildi. Naqshini ijro qilish jarayonidagi nafas ilishi, naqshining o'dorlariga oxirigacha moslashchanligi yaxshi bo'ldi. Rahmat. Rahmat. 4-numaralık mayırning ovoz doirasi haqiqatan kam o'tgandimi deb o'tgan. Ovozingizda haqiqatan erlar xos, jaranglik, yangroq ovoz. Yuqorida Arkash nomli naqshini ijro qilish jarayonidagi ovozingiz, ovoz chiqarishingiz, ovoz bilan so'zlarni birlashtirishingiz, nafas ilishingiz tamamen naqsh aytish qonuniyatiga moslashgan. Yaxshi. Rahmatli bo'ling. 5-numaralık mayırning ovoz doirasi kam, ovoz tusumi yaqinlik. Naqshining qattiq yumshoqlikdan iborat dinamiklik aloyligini yaxshi ifodalab bergan. Shu orqali naqshiningki lirikchanligini intayin kuchaytgan. Naqshi musiqa san'atining eng muhim aloyliklaridan biri uni lirikchanlikka ega qilish. Sabab onun şu arkalık kişilerine bo'lgan jalbkorligini kuchaytirish. Chunki hissiyot san'atida naqshi degan, naqshi musiqa. 5-numaralık mayır bu taraflarda xili yaxshi ifoda ko'rsatdi. Hammanglarga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ebeydullah, sizin bugün ip kelgan nomeringiz intayin yaxshi bo'ldi. Ayrim ishlayapsizlar muzikasini. Yaxshi bo'ldi. Bo'pmi sen naqshini o'rinlovchi bu muqomni
Aşı dolanның pıraq şiirsin yaxşı egellepse. Azırak yeterlisizlik tarafı. Ha degende sahnedeki kıyafetin dapni uruşların biraz boşup kaldı. Dolallık da boş urmaydı dapni. Dolallık jırıldı bir 5-6 dapni jitip kalkak orup. Aşı kıyafetin biraz soğusup kaldı. Kağa yerleri soğuk. Şundak yaxşı. Sana Ahmet yar bolsun. Rahmet. İkinci numaralık mayırımız Bilal Enver. Avazın şunçilik ornuğa kelgende, meyli töven kısım bolsun, meyli yuqori kısım bolsun, qiyish yok. En birinci şart naqshchining ovozi qaymaslik kerak. Sening ovozingda qiyish yok. Endi yana bir yetarsiz tarafing mushu naqshi etish jihatdagi mushu tekstni qanday aniq chiqarish. Masalan, birinchisilar Assalom bo'lish kerak naqshida. Assalom bu qilgan. Inkedi tukkedi ayg'izingni jumsa miy bo'ladi bu. Bu jihatni izdan. Asosiyatdan naqshni yomon chiroyli o'rladim. Razı oldum. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. Üçüncü numaralı mahirimiz Rızvangul Yasin. Aydın kecha degan naqshni shunchalik yaxshi o'rladingiz. Hissiyatınız sahnedeki kıyafetiniz, hissiyat hamısida gap yo'q. Ovozingizning azroq naqsh etish jarayonida azroq qiyib ketgan taraflari bor. Naqsh etgan chaqda biroz kuchab qo'ydingiz. Buningdagi ovoz mashq jihatda yana biroz izdining. Bo'ladi. Jumon? Bo'ladi. Ahmet yar bo'lsin sizga. Rahmat. 4. numaralı mayırımız Dilşat. Ovozingda so yo'q. Nima degan chiqdi? Endi ovozing shundoq yangroq, jushqun shunday chiqdi. Buningda gap yo'q. Naqshchining birinchi boyligida desmayisi ovoz bu. Asosiy. Senda desmay borki, desmaying yamanchiq kelsin. Endi buni qanday qilib? Desmayni yurishtirish masalasida jiq izlansan bo'ldi. Hissiyat. Bo'ldi. Hissiyat eng muhim. Qanday qilib yumshoq lirik qilib, xuddi bir oshpaz bir tamoq shunda o'xshatgandek, sen bu naqshni o'qishing kerak. Biz shuni azm qilaylik shu vaqtda. Ahmet yar bo'lsin. Shunday yaxshi o'rnaldi. Endi 5-numar mayırimiz Riyad. Rak bayavanni o'rinlashda sen yomon zo'r kuch emgak ajr singdirib savanaga. Bu o'ng'ay emas-ku. Men naqshlarda o'rinlamoq o'ng'ay emas. Biz bayatlar anglab shunchalik ta'sirlandim men. Mush mayli sahnadagi hissiyoting bo'lsin, mayli mushni o'rinlash jihati bo'lsin, sen xeli jafo emgak singdirib savanaga. Ahmet yar bo'lsin sana. Rahmat. Rahmat Dilshatga. 1-numaralı mahirimiz Ebeydullah Sıdık. Dolan Sanımı Uygur 12 mukamları içindeki yarqın ölge görünüp durup da yanılı şu burunqadek puxtu tayarlıq bilen bütün ailedeki qeyrindaşlarınızı edip seknede özünüzün maharetini kösettiniz. Xaslıq ba milliyetligi ba boptu. Sizge mi Ahmet tileymen. Rahmet. 2 numaralı mahir Bilal Enver. Avaz dairiniz mi xilili kengri. Naqşını mı xilili yuqori seviye bilen oruludunuz. Özünüzge xas bir xil uslub bilen etdiniz. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. 3 numaralık mahir Rızvangul Yasin. Xush kelibsiz. Avaz dairiniz şu ayalla otur avaz dairesi yani. Lekin dairesi sel kengrek ayalla otur avaz dairesiga tabekken. Aydın kecha degan naqshidagi musiqalik hissiyatlarni to'g'ri ifodalab yaxshi o'rinladingiz. Sizga men o'zimning azroq taklif qilgan siz shu ovoz ilmidagi bo'lib bu nafas tutish jihatdagi mashqlarda texmo kuchayting. Sizga Ahmet yar bo'lsin. Bo'ladi. Rahmat muallim. 4 numaralık mahirimiz Dilşat Qudrat. Harukesh naqshini ep kelibsiz. Anlıplı turda ovozingiz tipik yuqori erlar yuqori ovoz doirasiga tava. Ovoz ilmida bu xelala yuqori saviyaga yetishibsiz. Kasbiy naqshchilar xos o'zingizning saviyasini ko'rsatdingiz. Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. 5 numaralık mahirimiz Riyad Yusuf. Xush kelibsiz. Naqshidagi hissiyat, sahnadagi qiyofat jihatlarda bo'lsin. Shunchalik yaxshi. Ma muqamniki ovoz doirasi bek yuqori ovoz doirasi keng. Buni asonlikcha o yaxshi o'rinli qilib bo'lmaydi. Cho'shon ko'rinib turibdi, sizmi ko'p ajr singdiribsiz. Texnik ishingiz kichikkan, davomli tirishing. Hammanglarga Ahmet yar bo'lsin. Rahmat. Rahmat Amravil muallim. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimiz bir paras qilib boqqan bo'lsa, 5 mayrimizdan sadi kim bizning bu guruh musobaqamizning chempioni bo'la oladigandir. Albatta to'g'ri paras qilgan tomoshabin do'stimizga ko'ngil so'g'imiz, mukofotimiz bor.
To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni o'sha darajadagi ishonchli xalqda sudi cheklik shirkati ta'minlagan, o'sha darajadagi iste'molchilar rozi bo'lgan sap davo yurishlik hasanlari bilan mukofotlaymiz. Menimcha 4 numurliq Mahir Dilshadjon chempion bo'lamdikin deb qarayman. 5 numurliq Mahirni birinchi bo'lar deyman. Menimcha 1 numurliq Mahir chempion bo'lamdikin deyman. 3 numurliq Mahir tutib chiqqanmikin deyman-ku. Aldı bilan bizning san'atkorlarimizni numar qo'yishga taklif qilamiz. Ular qo'lidagi qimmatli 10 numurni bizning qaysi mayirimizga berdikin ko'rib baqaylik. 4 numurliq Mahir, 2 numurliq Mahir, 5 numurliq Mahir, 2 numurliq Mahir, 5 numurliq Mahir, 4 numurliq Mahir, 4 numurliq Mahir. Albatta, eng oxirgi tanlash huquqi yana naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizda. Qani qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan, talantini eng yaxshi joriy qildirdi deb qargan Mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan Mahirning rad nomerini to'xtamasdan to'lsanglar bo'ladi. Bu balkim uningga omad olib kelishi mumkin. Qani undaqda bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 Xo'sh, keyingi o'tkazilgan muvaffaqiyatli o'tgan mahirlarimiz muborak bo'lsin. Tövanga tushib, aram ag'ashtiringlar, tayyorlik qilishtiringlar. To'xtalaymiz. Sizlarga minnatdorligimizdan. Tomoshabinlarga rahmat. Men bu naqshini bugun mush sahnada mushunchalik bir ayta olaman deb men o'zim undaq o'ylamagan. Men bir naqshamni akib oldim, mushaga chiqib oldim. Men shuning xo'sh. Rizvangul, sizga utuq tilaymiz, sizga xushalik tilaymiz. Yurtdoshlarga bizning salom deyishni unutmang. Albatta, program guruhimizning sizga azroqina ko'ngil so'g'isi va Xaqan savdo chekish shirkati ta'minlagan Xaqan kiyimlari qabul qilgaysiz. Xaqan kiyimlari. Chiroyli ovozingizga deb beramiz. Rahmat. Rahmat. Nima programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz. Baş əgimdə dəryası var tiqlar Evlənim ey bağlaqan tiqlar Evlənim ey bağlaqan tiqlar Səndək işlər, həqdək yaşaş tiqlar Cennet makam görgen kullar yar Dek işler, dek yaşaş yıkma Cennet makam görgen kullar yar Asiyanın kindiki de burnuda Gül hayata ümid var kurba Gül hayata ümid var kurba Çile çekke çın bağlıgan kurba Makam görkem kurlar yari Süygü akar kollarida koynida Cennet makam görkem kurlar yari
hayattan külüp ötmeysen Şıqlaydıqan çağlamı badım Aman bulsan əziz bişimdən Talay sıx soğlanı badım Musibetler ekse bişimdən Ama bir gün toylamı badım Musibetler ekse bişimdən Ama bir gün toylamı badılar Şakıldıqan toylamı badılar Bizning parvoz bosqichimizda mahirlarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa alayliklarni namoyon qildi. Bizning baholovchilarimiz nimalarni deydi ekan? Ebeydullah, ikkinchi bosqich parvoz bosqichida güzel korla degan naqshni o'rlab edim. Duttanim yaxshi chaldi ekansan. Rahmat. Shundoq yaxshi o'rlab edim, bunidan aytib zoq oldim. Rahmat. Rahmat Siz nomorliq Mahir Bilal. Naqshingizmi qiyinlik darajasi xeyli bor, ovoz o'rni yuqur ekan. Duttanim shundoq yaxshi chelib, yaxshi o'rinladingiz. Naqshingizning mayliq tekisi, tarbiya ahamiyati kuchli. Yezilgan naqshga omad yor bo'lsin. Dilshod Qudrat, siz hamda yuqorida Verdininki operasiniki ariyasini aytdingiz, shunaqmi? To'g'ri. Yevropaning operasining ariya, Yevropash naqshi. Demak, men naqshni yaxshi o'rindingiz, nayt yaxshi. Ovozingizga tushibdi. Amaningda ob'yomga qaraganda ba'zi taraflarni bir taraf qilsangiz, yumshoqatlikni ilishingiz xili yaxshi. Ilgirlash bor. Ob'yomga ilgirlash nayt zo'r. Sizga omad tilayman. Rahmat. 5 numurluq Mahir Rus xalq naqshlarining Kalinka nomli naqshini haqiqatan nayt hissiyatli o'lchamli ijro qildi. Bo'libmi? Zuhur ovoz qismini hozir dunyoga ismi atilib kelayotgan Vitasga o'xshash nayt yaxshi ifodalab berdi. Omad yor bo'lsin. Rahmat baholovchilarimiz. Mana bunda o'ylab qoldim. Riyod, naqshini bir avdisi chiqqan bir yeringiz bor-ku. Ashni naq maydon olib baqsaq desam qanday qaraysiz? Bu naqshni mashq qilgan, lekin shu vaqt qisqa qolgani uchun men o'zimning kichik bir yerini Bo'ldi. Сосёнушка, не шуми же надо мной. Qiyinlik qolmagan, ya'ni keyingi bosqichlarimizni o'tib qolsin, yana naqsh aytsiz emasmi? Rahmat. To'g'ri tushunishga bo'ldi. Rahmat. Unda bo'lsa, ustozlarimizning mahirlar bergan bahosini bir anglab o'tgan bo'lsak, 4-numur, 5-numur, 1-numur, 5-numur, 4-numur, 2-numur, 5-numur, 5-numur. Eng oxirgi tanlash huquqi yanalam bizning suyumli ko'rmallarimizdan. Shundoq. Qulonlarga bilet tashlashni ilib, mas'uliyatchanlik bilan o'zinglar yaxshi ko'rgan Mahirga bilet tashlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash Başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Rahmat tomoshabinlar. Unda bo'lsa, natijalarni ko'rib yiqinglar, marhamat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Keyingi bosqichimizga qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, keyingi bosqichga tayyorlik qilsanglar bo'ldi. Marhamat. Ubaydullah aka, xiyol ketdingiz-ku. Bundaq bo'larmikin deb o'ylamabdi ekanman. Albatta, shu 4-bosqichlargacha berib, chempionlikni qo'lga keltirma deb o'ylagan. Albatta. Ashta o'yimiz unmaydi lekin.
Mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sahnaga ishonch bilan kelganimizning o'zi eng to'g'ri shunday aka. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, sizlar bir oila kishilarga. Navoning husniga husn qo'shdinglar. Rahmat. Rahmat, albatta ko'ngil so'g'imiz bor. Girim buyumlari qabul qiling. Buldu aka, unda xo'sa bir olqishlarimiz bilan mayrimizni o'zib qo'ysa. Yani kelishinglarni qizg'in qarshilamiz. Navo sahnasidan hargiz unutib qolmaydi, xalqimiz unutib qolmaydi. Endi qeyrindoshlik mehriga to'lgan qeyrindoshlar bosqichimizga qadam qo'yamiz. Unda bo'lsa qizg'in olqishlarimiz bilan keyingi bosqichimizga o'tib kelsak, bizning keyingi bosqichimiz qeyrindoshlar. Yaz bolsa aklar eyvah, remkine eyvah ola, boynuna eyvah, vanine eyvah ola, boynuna eyvah, vanine. Aşağılağa ağbaş eyvay, bolgan ey zalimlerin yayaman ey. Aşağılağa ağbaş eyvay, bolgan ey zalimlerin yayaman ey. Yamanchilar aytayotganlar fikam oldi bilan shu qarindoshlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi, tanishib o'tay. Bu yoq G'ulji shahardan biz yana bizning yetib chiqayotgan yosh naqshchimiz Mutallib bo'ladi. Qarshimiz Mutallib. Bu yoq bo'lsa mening xizmatdoshim ham Chiliz noyasidan yetib chiqayotgan xalq ta'mirchimiz bo'ladi. O'zi Xudoyizlik o'tir maktab muallim, o'qituvchi, muzika ta'mirchisi. Raptat. Bu yoq bo'lsa Anvar Chiliz noyasidagi yetib chiqayotgan Sataji og'inamning birisi bo'ladi. Bu yoq bo'lsa Firdavs tag'ani o'g'li hammasi shokolad taklif bolalarga bu. Chiroy turib Pulni inlarini sizlarga utuq tilaymiz. Rahmat sizlarga. Bo'ldi yigitlar aramag'ash turinglar, utuq tilaymiz sizlarga. Undaq keyingi mayrimiz qarindoshlar bilan qanday umr o'rinlaydi birlikda ko'rib baqaylik. Ah
Ben Suriye hallacdek içip şırağı abi ey entehır ayey haydi eydip yebli gaysen aşırı azar aldı haydi eydip yebli gaysen aşırı azar aldı ayarım can aşlıya aldı Allah'a rahmet. Dilşat efendim, qarindoshlarınızı bir tanıştırıyorsunuz. Mening saboqdoshlarim hamiz bir sinfda o'qiymiz, muzika o'rlash sinfida ham bir yotoqda. Nəhayət yaxşı nömrəni o'ylab berdinglar. Köpdən köp rəhmət sizlərə. Tövəngə düşüb aramağaç tutsan. Aramağaç durğan bolsanlar rəhmət. Shunda bo'lsa biz 5-chi nomerlik mayirimiz Reyhatni saytini taklif qilib olamdik. Bo'ldi. Qani, rahmat. Rahmat. Mecbur kılgan var mı sende sadık yürek bağla mengü yar boldu dek gerek olsa bəxtimiz üçün senin ipi takılğı dek ben senden şirin söz vermezsen fakat düştüğümüz bağlasınla mekan bulayman verim olma sen o senem kalmaydı kalıp şunda alemde ben senden şirin söz vermezsen fakat düştüğümüz bağlasınla mekan bulayman verim olma sen o senem kalmaydı kalıp şunda alemde Görgünümde seni yarcan Oynamalar illazsızır Kalbimdeki sırlarımdır Aytıp biraz sana gözüm Var mı sende sadık yürek Bana mengü yar boldu dek Gerek olsa bəxtimiz üçün Senin ipinde kılgı dek Ben senden şirin söz ve kasem Fakat içtiğimiz bağlasınla mekan Olay ben deli buldun sen o senem Olmaydı o kalip şunda alemde Ben senden şirin söz ve kasem Fakat içtiğimiz bağlasınla mekan Olay ben deli buldun sen senem Olmaydı o kalip şunda alemde Hoş Riyad. Başta qarindoshlarınızı bir tanıştırib aytamsiz ukam? Buldu. Bu yoq Almira, bu yoq Almiraning sog'lishi. Olimjon. Ha, Alimjon. Daniyar. Daniyar. Daniyarning Do'sti. do'sti. Sizlarga rahmat, inlarim, sing'illarim. Inoq ittifoq o'tishinglarga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga. Vaqtda qolgan mahirlarimizni sakimizga taklifsak. Xo'sh, ba'zichilarimiz marhamat. 2 nomerlik mayirimiz Bilal. Qarindoshlarimiz bilan iliq xalq naqshlardan bir yurish o'rladingiz. Sizlar shunchalik yaxshi aytdinglar. Azroq tekstil ishda, azroq masalalar baqa, voy, voy degan gaplar biroz ortiqcha bo'lib qolyapti. Ammo lekin asosiy aytgan chaqda nayt yaxshi to'liq shiv puroqlar bilan joyda unda aytdim. Omad yor bo'lsin. Rahmat. Dilshod, siz endi abim Yevropacha bir naqsh etish uslubini aralashtirib muqamni o'rildingiz, endi nayt yaxshi bo'ldi. Mushuningda endi qanday qilib
Muşu şivini mi? Mukamның şivisini aynen ifadeleşki bulamdı. Muş cihetin mağlumlarınızdan köprek sorap, özünüz izlenip kısınız belki gelecekte bu işler hayal olup ketişi mümkün. Sizge Ahmet dilayman. Ahmet yar bolsun. Rahmet. 5 numurluq mayırımız Riyad Yusuf. Bu basqıçtımız siz yana bir xil yeni şekil bilen naqsh urlapsız. Sizning maslaşqan usul jamralarınızmı hazırkı zamonaviy usul harekatları arqali sizning naqshingizga yo'sini qo'shibdi. Ahmet yar bo'lsin hammanglarga. Bizning san'atkor baholovchilar guruhimizdan Fattar Rahim akamizning so'zi bor ekan, Allah baqayli. Rahmat. Bugun biz bağlıqçılar oturup şunda təsirləndik. Bugünkü bu mahirlar şunçilik xil, şunçilik yaxşı. Biz hakikaten izbasarlarımızdan bunu dikin, nait köp çıkıdığanlığa, texmi, tutuqlarını qazdığına işendik. Biz nait hoş bulduk. Bulağa hemisiga apirin. Biz muş münasibetle meyli düşüp ketkenler bulsun, meyli ottağanlar bulsun, hemisiga biz muvaffaqiyat dilaymiz. Bundaki işlere nait yaxşı Kutuluk bulsun. Rahmet. Rahmet aka. Rahmet. Bizningki yetişip chiqayotgan yosh san'atkorlarimizga har vaqt ilhom madad berayotgan ustoz san'atkorlarimizga hurmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Undaqda biz oldi bilan san'atkor baholovchilar guruhining kim uchun bilet tashlaydiganligini ko'rib boqamiz. 4 numar, 4 numar, 5 numar, 4 numar, 2 numar, 5 numar, 5 numar, 4 numar. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, qo'lingizga elektronik bilet tashlashni ilib, qobiliyatini eng yaxshi joriy qildirdi deb qaragan Mahirga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizga yaxshi kelgan maydondagi to'xtamasini to'lsanlar bo'ladi. Undaqda bilet tashlash boshlandi. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Qani oldi bilan natijani ko'rib beqinglar. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin bizning keyingi bosqichimizga o'tgan mahirlar sizlarni muboraklaymiz. Tuangish tayyorliqlaringlarni qilsanglar bo'ladi. Tayyorlashinglar. Endi o'g'li mening qalbimdagi eng yaxshi naqshchi, eng yaxshi ijodiyatchi Umar ukamizga utuq tilayman. Rahmat. Va oldi bilan meni beqib cho'ng qilgan mening mehribon onam, jafokash dadamga oldi bilan bo'lib birinchi bo'lib shularga rahmatimni bildirmasam bo'lmaydi. Shundaqla meni beqib mishinchilik kuchlarga erishtirib, tarbiyalab cho'ng qilgan to'qqizira xalqim, ana yurtimga tashakkurimni bildiraman. Shundaqla buniki ijodiyatlarim to'xtab qolmaydi. Uyg'ur san'ati uchun mening tirishchanligim menga to'xtab qolmaydi. Yaxshi, yigit. Hilal, albatta sizga ko'ngil sovg'imiz bor. Sizni muallim elektron fan texnikchilik shirkati ta'minlagan muallim Bilipar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Sizlar o'xshash Bilipar. Rahmat. Programmamizning eng oxirgi o'tkiliga o'tib ketamiz. Qani, marhamat. Ravabim çırağlayda bala Tarisiye altın yekin Tarisiye altın vay mekin Toyimiz kızıp kettiye Kalbimiz yalkın vay megin Toyimiz kızıp kettiye anar gel bala Kalbimiz yalkın vay megin
Abim dıranglaydı bala Karisiye altın Vay mekin Karisiye altın mekin Toyumuz kızıp gitti anar gel bala Kalbimiz yalkın vay mekin Ay kız gitti toyumuz Çöller boldu eyimiz Kuvva bolsun yıldızlar Mengi balagan muhabbet Kuvva bolsun Kuvva bolsun yıldızlar Mengi balagan muhabbet Kuvva bolsun muhabbet Çin bağlangan reştimiz Anlar güldek anarхан Yalqılaydı muhabbet İşkimizdi ayrıyalmaz Tağdaki apa muşabbet İşkimizdi ayrıyalmaz Tağdaki apa muşabbet Lay la 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 lay Lay la 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 lay Lay la 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 lay Lay la Esimde yürer idim Biz buluşur Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar. Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Raslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy Biofan texnika cheklik shirkati alohida qo'llagan Yangi Navo programmasi. Yıllık çempiyon tanlash yerim hal qilg'ish musobaqasining 2 maydon musobaqasi hal qilg'ish bosqichga yetib keldi. 2 nafar mahirimizdan biraylan bizning bugungi chempionimiz bo'ldi. Bugungi chempionimiz va 2 bo'lgan mahirimizga mukofot buyumimiz va ko'ngil sovg'imiz bor. Shundaq, birinchi bo'lgan mahirimizni Xinjiang Arzu Savdo Cheklik shirkati ta'minlagan 2014-yili yangidan bozorga solgan kir chiqarish iqtidori yuqori, tashqi ko'rinish ko'rkam, shovqinsiz, ishiltish vaqti uzun bo'lgan Arzu markali kir alg'u bilan mukofotlaymiz.
İkinci bo'lgan bayramizni Şinjan Arzu Savdo Çeklik şirketi ta'minlagan televizor bilan mukofotlaymiz. Televizor. Yıllık çempionimizni Diyarımız Altın Zıbızına sahasındaki Bayraktar Karxana Şinjan Baxtiyar Sərgərçilik Dükünü uzundan beri özünü qollab kelayotgan kən xalqımızga rahmat etiş yüzündən yeni nava programımızın yıllık çempionuga bir avtomobil sovg'a qiladi. Xo'sh, qadrli tomoshabin do'stlar, riyosatchilarning choch va girimi uchun ajr singdirgan Xirshun Gullikka uduldagi To'yg'u To'y Girim To'y suratchiligiga chempionimizni rahmat etamiz. Riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Odil So'tsariy 3-qavat favori kiyim-kechaklariga Xirshun Gullikning uduluq joylashgan To'yg'u To'y Girim To'y suratchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programımızı alayda qo'llagan Xushalliq To'y mulozimat markaziga, Xutyor Savdo Çeklik şirketiga, Şinjan Arzu Savdo Çeklik şirketiga, Muxlisa Gulchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Undan so'ng ko'pchilik eng oldi bilan bizning san'atkor baholug'uchilar guruhimizdagi baholug'uchilarimizni kim uchun bilet tashlaydiganligini ko'rib boqamiz. Bizning bugungi 4-numurlik mahirimiz Dilshod uchun qo'lidagi qimmatli 10 numurni berishni xohlaydigan san'atkorlarimiz taqdimizni ko'tarsak. 1 2 3 30 numur muborak bo'lsin. 5-numurlik mahirimiz Riyod uchun qo'lidagi qimmatli 10 numurni berishni xohlaydigan san'atkorlarimiz 1 2 3 4 5 muborak bo'lsin. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, eng xalqliq paytga yetib keldik. Albatta, natijaga hammamiz intizormiz. Qisqa e'londan keyin natijasini birlikda ko'ramiz. Kanalni yo'tali ko'rman do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimizni bilet tashlashga taklif qilamiz. O'zinglar eng yaxshi ko'rgan, qobiliyatini eng yaxshi joriy qildirdi deb qaragan mahirga astoydillik bilan, mas'uliyatchanlik bilan, odillik prinsipi bilan bilet tashlashni boshlashinglar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zinglar yaxshi ko'rgan maydon raqamini to'xtamasdan to'lsanglar bo'ldi. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 Xo'sh, bundaqda bizning 2 nafar mahirimizning nomeri tanlashib qolganligi uchun 2-chi guruh musobaqaning chempioni 2 nafar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Nam programmasining yillik chempionini tanlash musobaqasi, yerim hal qilg'ish musobaqasining 2-chi guruh musobaqasida 2 nafar chempion barliq keldi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh, bundaqda bizning bog'lovchilarimizni bizning bugungi 2 nafar chempionimizga mukofot puli taqdim berishga taklif qilamiz.